Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Bu yil 5-ayning 23 kunidan 25 kunigacha Germaniyaning Münxen shahrida chaqiriladigan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bilan onunğa paralel holda o'tkaziladigan Uyg'ur yoshlari kengashining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga qadam qo'ydi. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining stansimizga bildirishicha, bu navbatlik Milliy Kengashga 20 dan ortiq davlatda qonunli holda aktiv faoliyat olib berayotgan 60 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, shundaqla 30 ga yaqin davlatdagi qo'lliq siyosiy faoliyatchilar, hurmatga sazovar jamoat arboblari, peshqadam milliy ustozlarimiz, elga tonilgan Uyg'ur olimlari va diniy ulamolarimiz, so'd-sanoat sohasidagi vakil xarakterlik vatanparvar arboblar, yoshlar va ayollar vakillari, Sharq Turkistonlik har qaysi turkiy millatlarning vakillari, shundaqla Sharq Turkiston xalqining taqdiriga va vaziyatiga yaqindan ko'ngil bilayotgan chet ellik siyosiy arboblar, hukumat va parlament a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, chet ellik qonunshunoslar, Türk İslam təşkilatlarının məsulləri, Tibet, Cənubi Monqoliya, Tayvan, Hong Kong vəkillərdən olub, cəmi 200 nəfərdən artıq vəkil təklif qılınğan olub, rəsmi təklifnamə əvətilgən bu əziz mehmanlarının mutlaq köp qismi Münxen şəhərində çağırıldığan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay xonimning stansimizga bildirishicha, bu navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bilan Uyg'ur yoshlari kengashining ochilish va yepilish murosimi birga o'tkaziladi. Qolgan vaqtlarda dunyoning har qaysi ellardan kelib yig'iladigan Uyg'ur yoshlari vakillari Milliy Kengashga parallel holda o'z oldiga ayrim muzokara olib boradi. Yoshlar kengashiga qatnashadigan vakillar asosligi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va har qaysi qarindosh tashkilotlarimizning yosh rahbarlari, har qaysi ellarda aktiv faoliyat olib berayotgan ko'zga ko'ringan yosh faoliyatchilarimizdan bo'lib, 60 nafardan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy millatlardan bo'lgan jangovar yoshlarimizdan tarkib topgan bo'lib, yig'in jarayonida yoshlar kengashi vakillari bir qism peshqadam milliy kurashchilarimiz va milliy ustozlarimiz bilan Uyg'ur davosining buningdan keyingi yangi strategiyasi va Uyg'ur xalqining kelgusi taqdiri masalasi ustida ayrim muzokara va savol-javob shaklida dialog o'tkazadi. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining raisi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Iso apandimning stansimizga bildirishicha, bu navbatlik Milliy Kengash bilan Yoshlar Kengashining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga qadam qo'ygan bo'lib, Milliy Kengashga bevosita kelib qatnashadigan vakillarning soni asos jihatdan muqimlashgan. Milliy Kengash vakillarining omonligiga kapolatlik qilish, shundaqla vizaga ehtiyojli bo'lgan vakillarimizga qulaylik yaratib berish uchun Qurultay Markaziy ishxonasi Germaniya Tashqi ishlar ministrligi va munosabatli bexatarlik organlari bilan maxsus ko'rishishlar olib borgan. Vakillar o'rinlashadigan mehmonxona, yig'in zali qatorliqlar muqimlashtirilib, vakillarni kutib olish, yotoq o'rinlashtirish va ularning tomoq masalasini hal qilish uchun Germaniya Uyg'ur ma'rif va madaniyat birligi, Germaniya cho'nglar va yoshlar mashribining yetakchiligida maxsus xodimlar o'rinlashtirilgan. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish qaror qilingandan buyon Qurultay Markaziy ishxonasi Münxen shahridagi Uyg'ur jamoatining vakillari bilan bir qancha qatim maxsus yig'in o'tkazib, Milliy Kengashning orqa saf va kutib olish xizmatlari haqida konkret o'rinlashtirish va ish taqsimoti olib borgan edi. Mush yakshanba kuni Qurultay Markaziy ishxonasi yana Germaniyadagi Uyg'ur jamoatining vakillarini Qurultay ishxonasiga taklif qilib, Milliy Kengashning tayyorlik xizmatlarini oxirgi qatim ko'zdan kechirib chiqishga hozirlanmoqda. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Iso apandim, bu navbatlik Milliy Kengash bilan Yoshlar Kengashining asosli mazmuni va nuqtaliq muzokara qilinadigan masalalar haqida ma'lumot berib, tovandikilarni bayon qildi. 5-ayning 23-kundan 26-kunigacha Germaniyaning Münxen shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshliq chet ellarda aktiv faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimizning o'rtaq sahibxonlik qilishi bilan Milliy Kengash va Yoshlar Kengashi o'tkazilmoqchi. Buning tayyorlik xizmatlari o'tgan 2 oydan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot rahbarlarimizning, faoliyatchilarimizning o'rtaq qo'shilishi bilan bir tayyorlik komiteti qurilib, bu shu tayyorlik komitetining riyosatchiligida yaxshi elib berilyapti.
Bu qadimki Milliy Kengash dunyodagi siyosiy kuch tengpunliklari yangidan shakllanayotgan nurg'unlagan davlatlarda 2024-yilning oxiri va 2024-yilning boshlarida parlament saylimi va hukumat saylamlari bo'lib, nurg'unlagan siyosiy tengpunliklar shakllanayotgan. Dunyoning iqtisodiy vaziyati zo'r o'zgarishlar yuz berayotgan. Ukraina so'qishi, Rossiya so'qishlarining taqdiri eng og'ir bosqichga berib kelayotgan. Ve şunun o'xshaydigan dunyoning o'xshamagan davlatlarda, rayonlarda o'xshamagan shakldagi jidallar, ziddiyatlar, urushlar yuz berayotgan ve Xitoyning ichidami biz faraz qilmagan shakldagi siyosiy iqtisodiy krizlar yuz berayotgan ve Uyg'ur davosidami yangi xiristlar ve yangi fursatlar shakllanayotgan mushundaq bir davriga to'g'ri keldi. Mushundaq bir vaqtda Uyg'ur tashkilotlarining rahbarlari, cemaat rehberleri, yaşlar, hanımlar, ticaretçiler ve okşaş bulmagan köz qarashdagi insanlarımızın bir araya kelişi bilen aldığımızda muşu dünya siyasi tengpunluğa yangidan shakllanayotgan geopolitik vaziyatga mas holda milliy davoyimizni elib berishning strategik qadam bosqichlarini muzokara qilish bir ta'g'irsizlik bo'lib o'tirg'i chiqdi. Shuningga butun dunyodagi vatanparvarlarimizni, faoliyatchilarimizni bu qadimgi Milliy Kengashga aktiv ishtirok qilishga talab qilamiz va buni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashinglarni arzu qilamiz. Tayyorlik bosqichlari og'ir bosqichga yetib keldi. Bu yerda yuqorida deb o'tganimizdagidek dunyoning siyosiy tengpunliklari, siyosiy vaziyatlari bilan birga o'zimizning milliy davoyimizning kelajak plan programmalari muzokara qilindi. Uyg'ur diasporası duş kelayotgan qiyinchiliklar, xiristlar muzokara qilinadi. Buning chora tadbirlari, yo'llari haqida izinishlar elib boramiz. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 17 aprel qayerda turishingizning ahamiyati bor. Sharq Turkistondagi xalqaroliq mehmonxona zanjirlari nomli bir doklad e'lon qilib, xalqarodagi cho'ng mehmonxona zanjirlarining mustamlika ostidagi vatanimizda zo'r ko'lamda kengayayotganligini oshkorlagan. Dokladda vatanimizda insoniyat qarshi jinoyatlar va irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan bir vaqtda Accor, Hilton, IHG, Marriott va Wyndham qatorliq xalqaroliq mehmonxona zanjirlarining mavjudligi va texmi ko'p mehmonxona qurish planlari bildirilgan. Dokladda aytilishicha, 2025 yil aprelda vatanimizda oz deganda 115 xalqaroliq mehmonxona tijorat qilmoqda, ya'ni 74 mehmonxona qurilayotgan yoki planlanayotgan ekan. Dokladda eng og'ir masalalarning biri Hilton, IHG va Wyndham qatorliq 3 xalqaroliq mehmonxona zanjirining atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish punktlari boshqaradigan rayonlarga joylashganligi bo'lib, Amerika, Kanada va Yevropa ittifoqi bu Bingtuanga kishilik huquqi ig'ir xiloflik qilganlik uchun jazo yurgizgan edi. Dokladda Hilton shirkatining bir shirkatning vasitasi orqali Xotanda vayron qilingan masjidning o'rnida Hampton Hilton mehmonxonasini qurganligi yana bir cho'ng masala deb atalgan bo'lib, bu Xitoy hukumati butun rayonda 10 mingdan ortiq masjidni chaqqandan keyin maydonga kelgan. Accor shirkati bo'lsa, majburiy emgak o'tkazish programmasiga chetishliq bir vositachi Xitoy shirkati bilan atalmish Şinjanga yordam programmalarga qatnashgan. WGL nomli Xitoydagi sherik orqali Uyg'ur majburiy emgiga bevosita munosabatlik deb qaralgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tekshirishiga asoslanganda, hozir Urumchi, Qashqar, G'o'lja va Oltay qatorliq shaharlarda qurilish planlanayotgan mehmonxonalar Marriott'ning Ritz-Carlton, IHG'ning Intercontinental va Hilton'ning Conrad qatorliq yuqori darajalik markalardan bo'lib, Uyg'urlarning yashayotgan realliklari bilan keskin zidlashidi ekan. Dokladda xalqaroliq mehmonxona zanjirlarining vatanimizdagi faoliyatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tijorat va kishilik huquqlar to'g'risidagi yetakchi prinsiplari, shundaqla xalqaroliq emgak tashkilotining majburiy emgak to'g'risidagi nizomlar qatorliq muhim xalqaroliq o'lchamlarga xiloflik qilish ehtimolligi borligi ta'kidlangan. Doklad yana Expedia, Booking va TripAdvisor qatorliq yotoq zakaz qilish supalarining vatanimizga mehmonxonalar bilan ishlash orqali kishilik huquq dafsanchiligiga chetishli korxonalarni vositali qo'llaganligi ko'rsatib berilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu xalqaroliq mehmonxona zanjirlarining darhol vatanimizdagi barliq faoliyatlarini va kengayishini to'xtatib, tijorat aloqalarini uzish kerakligini talab qilgan.
Shundaqla zakaz qilish supilarining vatanimizdagi barliq mehmonxonalarni tizimliklardan chiqarib etishini va jazolangan organlarga bog'langan mehmonxonalarni tekshirishni talab qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.